Qodirbaxsh Rahimov mahalla fuqarolar yig'inida kovrak o'simligi. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Qodirbaxsh Rahimov mahalla fuqarolar yig'ini 206-sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kovrak dorivor o'simligi ekilgan. Yer maydon hajmi 10 gektar. Ekinlarni yetishtirish 2414 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida yer yumshatiladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar yer maydon to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkorlar Muhammadiyor Rahimov xususiy korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar yerdan 200 kg, jami 2 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.